Insoniyat tarixini o'zgartirgan hodisa. Taxminan 1400 yil avval Arab yarimoroli. Ushbu 11 qismli videolarimizda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam hayotlarini siz avval eshitmagan yo'sinda ko'rib chiqamiz. Hikoya davomida risolatning ilk kunlarini boshdan kechiramiz. Musulmonlarning Dorul Arqamdagi maxfiy yig'ilishlarini ko'ramiz. Shuningdek, Umar roziyallohu anhuning qo'rqmasdan Makka mushriklari tomonga qarab yurganlariga guvoh bo'lamiz. Kimda kim Muhammadni o'ldirsa, unga 100 ta qizil va 100 ta qora tuyalar beraman. Muhammadga ergashganlarning holi mana bunday bo'ladi. Hammangiz ogoh bo'ling. Hikoya davomida ba'zida ko'zimizga yosh keladi, ba'zida qo'rqamiz, ba'zida esa tabassum qilmay iloji yo'q. Ammo asosan qalblarimiz sakinat bilan to'lib toshadi. Eng umidsiz vaziyatlarda ham yo'l topishni o'rgatgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hikoyasini o'rganib, biz ham o'z hayotimizdagi og'ir vaziyatlarni yengib o'tishni o'rganamiz. Voqealarga shunchaki ko'z yugurtirmay, balki ular ortida yashiringan asl hikmatni ham ko'rib chiqamiz. Ushbu hikoyamiz davomida ko'p narsalarni o'rganasiz, kim ekaningizni yaxshiroq anglaysiz. Bu Allohning habibi haqidagi hikoya. Ummati uchun butun hayotini bag'ishlagan inson. Munofiqlar tomonidan qayta va qayta xiyonatga uchragan zot. Ba'zida oylab och yurdilar, ba'zida esa yaqin kishilardan ajralib, o'z qo'llari bilan ko'mdilar. U kishi doim insonlarni iymonga chaqirardilar, evaziga esa u kishini toshbo'ron qilishardi. O'z oilasiga sen kabi shunchalik illat va fasod keltirgan odamni umrimda ko'rmaganman. Jonlariga juda ko'p tajovuz bo'ldi, ammo u kishi bir soniyaga ham taslim bo'lganlari yo'q. Va oxir oqibat Alloh o'zining sodiq bandasiga bergan va'dasini bajardi. Sizlar bilan 23 yillik misli ko'rilmagan tarixiy voqeani ko'rib chiqamiz. O'ziga xos kishining tarixi bilan tanishamiz. Din boshida bu kishi bir o'zi edi, oxirgacha sobit qoldi. Bugun esa bu dinga 2 milliarddan ortiq kishi e'tiqod qiladi. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Ushbu videolar ishonchli islom manbalaridan olingan yuzlab ma'lumotlarga asoslandi. Barcha sun'iy intellekt vizual materiallari malakali islom olimlari bilan hamkorlikda tayyorlandi va islom ko'rsatmalariga muvofiqlashtirildi.